Hozir biz Koreyaning milliy bozoridamiz. Bu yerda koreyslar asosan qanaqa mahsulotlar edi, ya'ni go'sht mahsulotlari deydi. Men o'shalarni ko'rsatib boraman sizlarga. Bu oddiy bozor, hech qanday katta supermarket emas. Koreyaning oddiy milliy bozori. Kamera chap keling kamerani. Buni qaranglar, baliqlarni bular qanaqa bola bilmayman. 12 ming koreyslar ishtaha bilan edi-da. Buning ichida bilmayman, ilon bormi, hayronman. Mana baliqlarda har xil, bu yerda faqat baliq bor ekan. Hozir qisqichbaqa ko'rsataman sizlarga. Qisqichbaqa ham edi koreyslar. Qisqichbaqa emas, 8 oyoqda. 8 oyoqni ko'rsataman sizlarga. Mana haqiqiy tirik 8 oyoq. Bu atiga 5 minut oldin tirik edi. Buni so'yib ko'rsating kamerachi. Olib keling kamerani. 8 oyoqni qaranglar. Buni yaqindan ko'rsating, ko'rishsin. Ko'zlarini qaranglar. Haqiqiy 8 oyoq. Bu qanaqa dengiz balig'i bilmayman. Baliqmi nima deydi? Mana bu qisqichbaqalar mana. Qisqichbaqa deydimi? Ko'rib qo'rqib ketyapman o'zim. Shular nima deydi bilmadim. O'zi bularni yesa bo'ladimi? Bizga to'g'ri keladimi yo'qmi? Nima deysizlar? Hozir bozorda yurib, mana bu yerdagi hid bor, aranchida hamman. Buni biz Koreyadagilar yaxshi biladi bu yerda. Koreyaning milliy bozorida qanaqa hid bo'lishini. Go'sht ko'rdik akalar, endi koreyslarda kimchi bor-ku, bilasizlarmi? O'sha kimchilarni ko'ramiz. Kamerachi ko'rsating. Salatlarni ko'ringlar. Mana koreys xolalar, chiroyli xolalar sotishadi bu yerda. Eng kamida bular bor 60-70 yoshda. Undan yosh odamlar yo'q bu yerda. Hammasi katta kampir, chollar sotishadi, ishoninglar. Bu yerda tuxumdan hammasidan tayyorlashadi. Ko'rinishdan chiroyli zo'rga o'xshagani bilan unaqa ta'mi zo'r emas, lekin yeb ko'rsa baribir bizga yoqmaydi-yu, lekin bular uchun eng mazali salatlardan bittasi mana shunaqa narsalar. Igo kimchi-yo? 배추 김치. Pechu? 배추. 파김치. 이거는 파. Ne. Koreyaning bir realniy hayotini ko'proq chiqarishimni xohlasanglar, albatta videoga like bosinglar va kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Shu nima deydi, yaqinlarga ham tashlab qo'yinglar videoni. Qiziqarli bo'ladi-da. Endi ko'proq shunaqa Koreyaning oddiy hayotini olib chiqaman. O'zlaring baho berasizlar, ko'rasizlar haqiqiy Koreyani.